qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Mana biz ayni murojaat bo'yicha Shofot tumanidagi davlat kadastr palatasiga keldik. Uka, siz o'zingizni yaqindan tanishtirib oling. Davlat kadastr palatasi Shofot tuman filiali bosh muhandisi Fozilov Dilmurod. Opa, o'zi yana sizdan tanishtirib oling. Men Riyazov Sapargul. Bu nega kadastr uchun shunday boshqa bir saxta dokument to'g'irlavergani uchun biza biri geldik. Nega? Hakimiyete geldik. Jo'rabiy hakimiyetdagi derib adam koydadan kadastr ekami adımdalıkını aytdı. Lekin keyin kadastr adımızda eken dep aytdı. Son gelsem kadastrını ne yesem başka nömür ötürük indi adımız alıplara bir jaylatik bölüp dep nesem kadastrının nömrünü özgetirip çıkardılar. Kadastrını özünden. İçine girizdiler de. Bir geldik, işimiz bitmedi, bardak yine bir barınla dedi. Yine geldik, şunda yine şu nömrünü koy verdiler. Yemanda evvelki nömrü. Yine pesinde yazıptık da ben devlet bacam söyledim. Sudan bu min kaldı şunda yine. Yumasa söyledim devlet bacana. Olsun şunda bir yere gelip yakında 2-3 günlükte geldim. Çünkü esası bilmem iş kırıp 2-3 gün oldu. Gelime. Kanı işini özgerttiğinizde, ne için minnetinize dese bize sahte dokument doğrulabilgen medekip Xudo berdiğini apamı adına bu kadastrını koy verip dele inan göreyim. Niçik gap bu? Hala. Endi siz e'tiborimizni sizga qaratamiz. Shu holatni mana eshitdingiz, murojaatini bildirgan fikrlarni. Shundan keyin bu masala qachondan sizni e'tiboringizga tushgan? Bu bo'yicha qanaqa masala har tomon atrofda ko'rib chiqdi? Shular bo'yicha qisqa mazmunli fikringizni bildirib o'ting. Tushganda bu aka bizga murojaat qilgan. Men bilan o'zi uchrashgan shaxsan O'zbekiston qishloq Eshonqalon mahallasida joylashgan marhum Quraz Matyakovga tegishli 2016-yilda 16-avgust 27.04 sonli Shofot tuman hokimining egalik qarori chiqqan. Marhum nomina. Bundan keyingi bo'lgan protezda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan 2016-yil 17-avgust kuni ro'yxat davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Undan keyingi bo'lgan protezda uni nimasiga rafiqasiga, nevarasiga o'tgan protezlar bo'yicha hech qanday kadastr narsaga aloqador emas. Umuman uni aralashmagan kadastr. Uni qolgan hamma qat'iy shartnomalari yo uni o'tkazilmasi notarial tartibda notarius orqali amalga oshirilgan. Mana hozirga albatta davlat kadastr palatasiga murojaat qilgandan keyin joyga chiqib holatda xizmat tekshiruv o'tkazasizlarmi? Xizmat tekshiruv o'tkazib bizaga yo'q, joyga chiqib albatta har bir murojaatda bu yer bilan bog'liq masalani joyga chiqib o'rganish kerak. Chiqdingizlarmi xolis? Yo'q, bu bo'yicha chiqib hali bog'ga kelgandan keyin nima chiqib o'rganilmadi. Hali ham kech emas, hozirgi holatda joyga chiqib yana bir bor atrofni ko'rib shu bo'yicha xulosa berish imkoniyati bormi? Hop, chiqib o'rganib xulosa beramiz bu masala bo'yicha. Haqiqatan jarayon qaysida bo'lgani hozirgi kunda u turar-joy kimni nomida ekanligi to'g'risida ma'lumot beramiz to'liq. Biz murojaat qilamiz. Demak, bu bo'yicha jamoatchilik nazorati bu har tomonlama diqqat e'tiborda turibdi. Siz mana davlat kadastr palatasini muavin sifatida chiqib holatlar bo'yicha qisqa mazmunda fikringizni bildirdingiz. Albatta biz o'ylaymizki, bu masalalar sari bevosita nazorat tartibida har tomonlama atrofda o'zini yechim topadigan umiddamiz. Shu o'rinda ayrim o'sha mana shu murojaatchilar singari fuqarolarga yetkazmoqchi bo'lgan shunday holatlarni oldini olish bilan bog'liq. Qani o'zi yana bir aytmoqchi bo'lgan fikrlarni shuni aytib o'ting. Negaki bunday holatlar joylarda tez-tez uchrab turgan holat bilan biz kuzatib turibmiz-da, to'g'rimi? Shu bo'yicha o'zi yana qo'shimcha fikrlar bildirib o'ting. Yo'q, bu masala o'zi meros bo'yicha o'tiribdi. Bu masala meros bo'yicha o'tiribdi. Bu masala sud tartibida hal bo'ladigan masala. Hozir bu masala bo'yicha bizning kadastr bu narsa bo'yicha ma'lumot berib yo uni o'zida mulk kim o'tishi to'g'risida ma'lumot berib bilamiz. Ya biz hal qilamiz bu narsani kim o'tishi to'g'risida. Bu sudda hal bo'ladigan narsa. Hozir agar bu masala farzandini yo nabirasini o'tib ketgan masala bo'lib turgan bo'lsa, hozir buni norozi bo'lgan bo'lsa, bu bo'yicha sud berilishi tushuntirilgan.
sotga beradiganimizda sotdan ya'ni advokatdan zaпрос keladiganimizda biza kadastr hujjatlar bo'yicha, turar joy bo'yicha tegishlicha ma'lumot beramiz. Mana Sotda qilamiz. Dilmurodbek, mana bizda hujjat ko'p turibmiz. Ayni shu marhum adalarni Nomida nomida turibdi ekan. To'g'rimi? Lekin biroq farzandlari, merosxo'r farzandlarini hech qanaqa roziligisiz hozir kecha kunduzda boshqalarga berib yuboriladigan holatlar mana kuzatilyapti. Avvalambor ular merosxo'rda farzandlari bor bo'lib turib, ularning roziligisiz bu qanaqa tartibda bu boshqa yuborish mumkin? Shu bo'yicha qisqa mutaxassis sifatida xolis fikringizni bildirib o'ting. Yo'q, mumkin emas. U notariusda tasdiqlangan bo'lishi kerak. Har bitta farzandi ishtiroki bo'lishi kerak. Shundaymi? Tasdiqlangan bo'lishi kerak emas. Shu farzandlar ishtirok etgan bo'yicha sizlarda notar tomonidan taqdim etilgan birorta hujjat bormi? Haqiqatan bular uni uyiga bog'liqlar. Hujjatlar bo'yicha. Bor, bizlar hadya bo'lmasa, yo meros bo'lmasa, 100% biz hujjat shakllantirib beramiz. Bizlar hujjat taqdim qilinadi, notarius tomonidan zaпрос beriladi yo yagona darcha orqali bizlar murojaat qilingandan keyin biz kadastr hujjatlarini shakllantirib davlat ro'yxatidan o'tkazib beramiz. Yine haqiqiy dokument ilan. Saxta dokument orqali doğrulandı bu gaplar. Korrupsiya. Onu hali tekshirib aniqına yetadilar hammasini. Bo'ladi o gap. Ayni Safargul opa Qo'ryazovani notasi orqali bog'liq masalalarni ko'rib chiqish uchun Shafot tumanidagi notasi idorasiga kirib boryapmiz. Barcha tafsilotni kuzatishda siz bilan birga bo'ling. Mana biz Safargul opa ayniqsa murojaat bo'yicha Shafot tumanidagi davlat kadastr idorasiga keldik. Mana o'zingizni yaqin tanishtirib oling. Shafot tumanida xususiy jamiyat bilan shug'ullanuvchi notarius Mahmudov Shahobiddinman. Necha yildan men bu yerda faoliyat ko'rsatasiz? 3 yil bo'ldi. Mana qarshida turgan mana murojaatchi Safargul opa Qo'ryazova murojaati bo'yicha keldik. Ularda murojaatda mazmunan sizlarda ishlaydigan orqali qanaqadir ahamiyatga molik hujjatlar rasmiylashtirilgan ekan. Shular bo'yicha qisqa mazmunan munosabat bildirib o'ting. Bu kishilar oldin bizga 2 marta murojaat qilgan, lekin bu kishilarning marhum otasi Qo'ryazov Matyoqub nomida hech qanday notarial harakat rasmiylashtirilmagan. Yo'q. Hozir demak, hozir mana bugun ayni bugungi kelish daqiqalarimizda demak, bugunga qadar hech qanaqa adasi nomidan boshqa o'tkazilgan bo'yicha hech qanaqa notarialni rasmiy hech qanaqa hujjatlar rasmiylashtirilmagan holatlar mana biz shu bo'yicha qisqa mazmunda munosabat bildirib o'tdik, to'g'rimi? Mana murojaatchi shu bo'yicha yana aytish kerak bilan bog'liq qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar fikringizni bildirib o'ting. Qanday misol uchun? Savolingiz bormi? Mana biz keldik mana davlat kadastr notarial idorasiga. Arız yazıp hamma nelerimiz uyimizdeki yaşap durgan adamlardan altı bulsak altımızdan hemmesinden arızda hemmenesel doğulup kadastra ek geldim. Şu nereye gelsem telefon karıdılar beni indemi indirdim nersenem söyledim. Keyin olsun ne başka ne dedi? Süt buğan eken dedi mi? Ne buğan eken dedi de menikini kaytardı. Ben bu Kim kaytardı? Bir kaytardı. Ama. Şunun bilen bize gittik. Uyana. Şunun